Jen Adams amerikalik ijtimoiy islohotchi, jamiyat arbobi va zamonaviy ijtimoiy ishning asoschilaridan biri sifatida tanilgan. U 1931-yilda Nobel tinchlik mukofotiga sazovor bo'lgan birinchi amerikalik ayollardan biridir. Uning hayoti va faoliyati kambag'al, muhojir va ayollar kabi ijtimoiy zaif guruhlarning hayotini yaxshilashga qaratilgan. 1889-yilda Chikagoda Jen Adams Ellen Starr tomonidan tashkil etilgan Hull House AQShdagi eng mashhur settlement house hisoblanadi. Ushbu markazning asosiy maqsadi turmush sharoiti og'ir bo'lgan oilalar, ayollar va bolalar uchun ijtimoiy yordam, ta'lim, himoya, madaniy xizmatlar ko'rsatish edi. Hull House o'sha davrda nihoyatda innovatsion bo'lib, ko'plab xizmatlarni taqdim etdi. Hull House harakati AQShdagi ijtimoiy islohotlarning katta qismi uchun boshlang'ich nuqta bo'ldi. Jen Adams quyidagi sohalarda tub o'zgarishlar kiritdi: bola mehnatini taqiqlash bo'yicha qonunlar, majburiy maktab ta'limi tizimi, mehnatkash ayollar huquqlarini himoya qilish va sanitariya sharoitini yaxshilash. U shuningdek ijtimoiy kasbini shakllantirishga ham katta hissa qo'shdi. Jen Adams g'oyalari jamiyatda inson muhiti uchun bir o'rganish, eng zaif guruhlarga yordam berish, ayollar faolligini oshirish va tinchlikni targ'ib qilishdan iborat edi. U butun umrini urushga qarshi kurash va jamiyatdagi tenglik uchun bag'ishlagan. Jen Adams va Hull House harakati ijtimoiy ish tarixida eng muhim bosqichlardan biri bo'lib qolmoqda. Bu harakat orqali ijtimoiy xizmatlar tizimi shakllandi.